Dilala çöçeklerini yaktırıp anlap kelivatkan dostlar, keşlikanlar hayırlıyık bolsun. Bugün biz birlikte Uygur balalar hikayelerden Altın Bilik degan hikayeni anlamdık. Ondaqda umaqlarımның qılıqı mende bolsun, ha? Rızvangilning apsi bugün bekmi çıraylık ayna qaçıgan altın biliklarni silip elip geldi. Kızım, bunu tekçideki gül taştaklarının yeniga qo'yayli. Apsi Rayhangul hada baymi xo'shaldek ko'rinadi. Opa, bu altın biliklarni nereden ekeldim? Bazardan ekeldim. Hozir hammamiz mushundaq altın biliklarni baqadigan bo'lib ketibdi. Rayhangul hada so'zliga somkadan kichik so'layoq xaltadagi bilik yemini ilib Rayhangulga ko'rsatdi. Bu altın biliklarning yemi. Kunda azozdan berimiz jumu. Deb altın biliklarga yemdan asraq silib berdi. Ana shuningdan keyin ayna qachadik altın biliklar gul tashtaklarining yanida o'zgacha bir guldek julolanib turadigan bo'ldi. Rızvangil topshiriqlarini ishlab bo'libla ashu altın biliklar qarab o'ltiradigan bo'ldi. Altın biliklarning uchi qizil, uchi qora bo'lib, ularning quyruq va o'zgachilari yumran gul barglariga o'xshaydi. Ular ayna qachining ichida piltinglab turli qiliqlarni chiqaradi. Ba'zida boshlarini bir yerga akilib, qandoqdir bir ish haqida maslahatlashayotgandek, paranglashayotgandek qiladi. Altın biliklar qarab o'ldirish, ularga yem berish Rızvangilning odatiga aylandi. U maktabdan kelibla altın biliklarni yo'qlaydi. Altın biliklar Rızvangil kirishi bilan xushal bo'lib ketgandek, boshqacha piltinglab ketadi. Rızvangilmi u altın biliklar o'zining gapini biladigandek ularga so'zlaydi. Ha, altınlarım, meni nega ketdikin deb qoldinglarmi? Men maktabga berib keldim. Qo'rsqonlar ochdimi? Ha, mana, men tomoqlarni hazırla tayyor qilaman. Rızvangil qizil altın biliklarning cho'ngraqiga qizilgul, qora biliklarning cho'ngraqiga qora marvoyit deb ism qo'yib olgan edi. Ha, qizilgul, degan zerikmay yaxshi o'ynagansizlar? Av ikki do'stimni yo'g'inib, sen bilan tang bo'lib qopdi-ku. Voy, mo'g'la yeydig'ini yemay, nimada qarab turdi? Ha, qora marvoyit, sen nimandaq men keyningni qilib olding? Qizilgulga gap qilib, men gap qilmadi deb xapib qoldingmi ya? Ha, sening ikki do'sting yana so'qishmagandi? Da yana so'qsa, men ularni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Rızvangil ana shundoq changildab so'zlab kelsa, xeyli uzungacha to'xtamaydi. Ata-anasimi uning bundoq gap qilishlariga ko'nib qolgan edi. Rızvangil bir kuni kechda altın biliklar haqida o'ylab, xeyli uzungacha uxlay olmadi. Asli u altın biliklar dengiz okeanlarda yashaydi ekan. Qanday qilib ayni qochilarga suvinib qolgandi? Ularning ata-anasi, urug' tuqqanlari, mahallasi va maktabi bor bo'lg'aydi. Ular bundoq kichkina qochida qafasdagi qushda qiynalib ketayotgandi, ha? Men ularni dengiz okeanlarga qo'yib bersam, qancha xush bo'lib ketadi. Biroq dengiz okeanlar nihoyatda yiroqda tursa, men qandoqmi? Rızvangil xiyolining oxirini chiqara olmadi. Rızvangilmi altın bilik aylanib qolgan bo'lib, chiroyli atlas ko'ngligi uning qanot quyruqlariga o'zgarib qolgan edi. U kichkina altın bilikchilik bo'lib qolg'achqa ayna qochishida o'zib yuradi. Oldi bilan uni qizilgul qarshi oldi. Ha, Rızvangil, sizning yinimizga kelganligingizni qarshi olamiz. Siz biz bilan do'st bo'lgan ekan, burunmi shuna qildigan ishdi. Kechgacha ayna qachining sirtida tursangiz, biz bilan qanday do'st bo'la olasiz? Shu emasmi? Qarmaravoyit qizilgulga san qilgan unchalik gapni menmi qila olayman degandek yelni qirib qo'yib gap boshladi. Sizning omon bir kuni bizning uyimizga kelganligingizni bilatdim. Siz bu uyda yolg'izkansiz, aka-ochingiz yo'qkan, zerikdigansiz. Biz oltimiz faqat zerikmaymiz. Biz har xil o'yinlarni o'ynaymiz. Ba'zida naqshi aytsak, ba'zi usul o'ynaymiz. Yana siz uqmaydigan nurg'un o'yinlar bor. Biz uni sizga o'rgatib qo'yamiz. Men bildiğin oyunlar Qara Marvoyitninkidinmi ko'p. Onun oyunlarının hammasi urush jidalga sabab bo'lgan oyunlar. Men bildiğin nurg'un oyunlarni uningga deb bermagan.
Qizilgulning bu so'zlarga Qari Marvoyitning achchiqi keldi. "Men sana deppamga uyulat teximi köp. Sen özüňçe mella deppamdim dep qapsanda. Men bu sana deppamigan. Sen qizilcha ayollardan bizga yaxşılık gelmeydi." Qari Marvoyitning gepi Qizilgulning achchiqini keltirgachga, u g'azab bilan so'zlab ketdi. "Nima deydi o qari qo'ng'iz? Rizvongulni ko'rib, ajab tiling uzrab qopdi sening." "Kim qari qo'ng'izkan? Kim qizilchayankan?" Altın beliqlar ikkiga bo'linib urushishga boshladi. Buni ko'rib, Rizvongulning achchiqi keldi. "Men sizlarni bek adabli deb o'ylab ekanman. Asli mushundaq adabsiz urush qaqmidinglar? Bundaq urushsanglar ketaman jumu. Kichkina bir ayna qochidimi inoq yashamay, mushundaq urushsanglar qandaq bo'ladi? Sizlar naqshitiniz tavottatdinglar, bilan naqshitaylichu." Rizvongulning gapini anglagan oltin beliqlar xijil bo'lgandek jim bo'lib ketdi. Ular birdamla ijil inoq bo'lib Rizvongul bilan beli naqshi etdi. Ayna qochi ichida kunduzi va kechida. "Balam, qizim, o'rningdan tura, maktabga chiqib qolasan." Rayhongulda Rizvongulni uyg'otibdi. Rizvongul tushini o'ylab miqida kulib qo'ydi. Ayna qochidik oltin beliqlar erkin o'sib yuradi. Do'stlar, Rizvongulga qarab kichik vaqtimni o'ylab qoldim. Men bu kichik vaqtimda xiyolimda qo'nchoqlarim bilan mungdishatdim, sirdishatdim. Meningcha sizlarning xiyoliy dunyoringlarda ana shunday jonivorlar bilan qo'nchoqlaringlar bilan toza mungdislarga deyman-a? Balkim ularni sizlar bilan paralashayotgan bo'lishi mumkin. Biz ularni yaqin do'st ko'rib olsak, ularmi albatta bizni yaqin do'st ko'radi-da. O'maqlarim, kech bo'lib ketibdi. Amis bugun baldir uxlanglar. Tushinglarda ana shu jonivorlaringlar bilan, qo'nchoqlaringlar bilan toza qandoqcha o'ynab olinglar, ha? Tatlı tushlar, shirin tushlar sizlarga yor bo'lsin.